Amerika olsun, Rossiya olsun, ishoninglar Afrika olsun, qora odam O'zbekistonda oshnalar kurugida xo'rlanganchalik hech qayerda xo'rlanmaydi. Ayniqsa o'g'il bolalarda, qizlarda unaqa emas. Qizlarda e'tibor berishmaydi. Mana masalan, qizlarda chiroyli aytishadi, bilasizmi? Mulatka. Chiroyli eshitilishini qaranglar, mulatka u. Meni dodroshna mashina eshitib olib o'ziga qo'yibdi niki qilib. "Ey, seniki bo'lmaydi unaqa, bu o'zgartir. Yaxshi ham ma'ruz eshitmagan, musulmonka deb olar ekanmiz." Tushmaydi senga. Endi nima qilsam bo'layam? Eshitgan eng yaxshi gapi tap bo'lgan shu paytgacha. Tushunyapsizlar? Prosta tak, asha bola men bilan bir xil yomon ish qilsin-da, u bola ko'proq so'kish eshitadi. Umumiy qoravoylar 2x ko'p so'kish eshitadi bizdan ko'ra. Nimaga? Masalan, men beparosatlik qilsam, meni beparosat it deb so'kadi, to'g'rimi? U qilsin asha ishni. Beparosat it, qorayma o'lgur. Prosta olyapti oxirdagini. Prosta, tushunyapsizlar? Masalan, oshnalar kurugida damagani chiqsa, maqtanishadi, to'g'rimi? Hali tipi hammasi maqtanib qolib ketgan odamga video tashishadi-yu. Asha bolasini ham maqtan olmaydi. Bunday ko'rsatib, qarang oshna mana hamma damagani chiqdi, siz qolib ketdingiz. Qoravoy ham mashida deb qo'yadi.